Farg'onada uchar pizza o'z faoliyatini boshladi. Qani ketdik, ichkariga kiramiz. Ichkari shinamgina bo'lib, juda ham did bilan jihozlangan ekan. Uchar pizzada o'nlab turdagi pizzalar, barcha fast food taomlari, somsa, manta, grill, KFC va boshqa taomlar bor ekan. Bundan tashqari shirinliklar va salqin ichimliklarni turli tumanlaridan topishingiz mumkin. Bu yerga oddiy shirinliklarni emas, o'sha Farg'onadagi mashhur Istiqlol Grand shirinliklarini olib kelishar ekan. Sitoron, qani bitta mazasiga baho beringchi. Juda ham mazali ekan, xamiri ham yumshoq ekan. Sitora buni yumshoqligi sababi 100% xamirlarni sutda tayyorlashar ekan. Bunisi bo'lsa Kyiv pizzasi bo'lib, asal bilan pishloqda bo'ladi. Boshqa joylarda ana bunaqa pizza yeb ko'rmagansiz. Bismillah. Shunaqa mazza ekan bor-ku. Farg'ona tezkor nomidan kesalaring ikkita pizza olsalaring, uchinchisi bepul. Bu videoni 1, 2, 3-da turgan do'stlarga tashlab qo'yib, kelib shetdan sizlarga pizza berish kerak. Manzil Farg'ona shahar Kyiv universitetining ro'parasida. Dastavka uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.